Xudo xolasa. Gap yo'q. Bolalar nima aka bularni? Aka ikkosiniki ham xunajin Xunajin bo'ladi. ko'paysin. Akalar xunajin zuriyat qoldiradi, ko'paysin. Gap yo'q. Nechinchi bolalar endi aka bular? Mana unisi ikkinchisi bo'lishi kerak. Mana uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi. Xudo xolasa. Endi bola boshlaymiz aka. Bo'laveradi aka, mashinadan ketaveramiz. Ketamiz. Qani ketdik. Bismillah. Bo'ylarni o'lchab akalar. Beramiz. Endi qo'rqoroq. Kengash olyaptim boricha. Soddagina. Biri 19 ga olaversin aka. Yangi olyapti. 19 ga olavering. Laykni bosib, boricha video qilyapmiz. Qani tishni ko'rib keling. Sizlarni ham ko'tarib ko'rsatib ketaylik. 8 kilo aka. Napatga ko'ryapsizlar, katta-katta. Bolasi o'ziga o'xshaydigan, rangi ham xunajin ekan. Mana. Masalamni yetilib ko'rsataman. Yurishlar akalar mana. Yurishlar soni yo'q. Siz hali kelishingizni bilmay, boqmabman ham mollarni. Hali boqmagan holat, dimlanmagan o'zini holatida aka. Boricha. Boricha. Akalar endi dimlanib, qonun to'ygizib nima qilganim yo'q. Boricha. Sut qancha beryapti aka buni? Aka bolasi endi bugun bayladim. Hali nima deydi, sog'ib ichilmagan ekan. Ha, tushunarli. Egasi aytdi, 4 litr, 5 litr bolasini baylasa beradi dedi. Ammo mol yuvosh, hozir qo'yapti-yu. Yuvoshliklar aka. Mana akalar yuvoshlik. Mana. To'rov yildan ishlaydi. To'rov yilning ishlashiga, yuvoshligiga, yeb ichishiga javob beraman aka. Xudo xolasa. Endi baquga bog'liq. Endi baqib qarab olsa aka. Yaxshi baqasiz, atlanib sutni beraveradi. Endi baqishiga qarab sutni beraveradi aka. Aytdi kelgan bolasi. Bolasi xunajin mana. Xunajincha. Endi bunisini yechmay qo'yray. Tushunarli. Necha kunlik bilmaysizmi buni? Shu 40 chiqib qoldi shekilli. Bir oydan o'tgan, lekin baylanmagan ekan ama. Baylanmagan, tushunarli. Endi sut to'ydirsa yaxshi bo'ladi. Tetik bolasi ham ancha. Xo'p, aka, narxini ayting. Aka, buni narxini yengilroq aytaman, kamroq, hali kami ozroq. 20 million jinga xariga o'tib beraman aka. Ena bolani. Ena bolani. Bu bo'g'oz puli aka. Qochirish keragi yo'q. 9 oylik bo'lsa ham 20 million tepasida hali bo'g'oz. Xudo xolasa. Akalar kelishasiz, aytyapman-ku. Arzini topib qo'yganman. Bugun juma kunlikda yaxshi insonlar olib bering, duosini oling. Xudo xolasa aka. Ha aka. Xudo xolasa. 20 million chiroyli. 20 million xariga o'tib beraman aka. Keyingisiga. Endi bunisi. Keyingisi. Buniki ham xunajin deyildi. Mana bular ko'p o't yemaydi aka. Barchandim o'tga qon to'yib, sut qaymoq beraveradi. Ko'p o't ham kerak emas bularga. Biri 13 ekan aka. Ro'zg'orbob. Rosa ro'zg'orbob. Biri 13 bo'ylari. Boricha aytilyapti. Unaqa tepaga osib, hali ko'tarib olganim yo'q. Tepaga osilsa katta ko'rinadi. Ham bo'yni ham bad o'chalishi mumkin, lekin yerga qolgan holatda o'lchab beravering aka. Tek. Mana holatlar. Hamyonbob, ro'zg'orbob. Bitta xonadonni sut bilan qaymoq bilan ta'minlaydi aka. Xo'p, akajon. Ana. Tek. Sakrab beryapti. Sutni saqmadingizmi buni aka? Yo'q, sog'madim aka, 4 litr hisobida olishaversin. 4 litr hisobiga. Bolasini baylasali, bolasini qo'yib olsam, misol. Kam bo'lmayli, 10 litr sakrab qochirish kerak. Yo'q, unaqa narsa aka. Ertaga misol baqishga bog'liq hamma narsani. Boqsiz. Endi 4 litr indamay beradi-da. Olasiz, ko'p olasiz. Undan ko'p olasiz boqsiz. O'zimning ham sigirim bor. Boqqan saringiz beraveradi. Qancha berasiz aka buni? Aka, bunisi 19 million kami bor. Ha, sog' ko'rsam aka. Yuvoshlilari o'ta yuvosh aka. To'g'ri yo'ldan rosa yumshoq ama, sog'ilishi ham. Akalar, indamay turishini qarang. Odam tanlamaydi, yosh bolami, katta odammi. Suti ham rosa qo'yiq. Amajon aka, necha pul narxi? Aka, bunisini 19 million kami bor. 19 million kami. 19 million kami bor. Ena bola akalar. Ena bola. Qish kunda sut qaymoq bemalol ta'minlayveradi. Qo'ni qo'shilgan sotasiz inshaalloh. Suti ham rosa qaymoq. 19 million kamidan qilib beraman deyapti. Mashalloh. Xo'p,